2010-yil Sharm-el-Shex dunyoning eng sokin, eng go'zal resorti bir necha kun ichida vahima markaziga aylandi. Noyabrning oxirgi kuni Qirolbey hududida ikki sayyoh dengizda bemalol suzayotgan edi. Ularning biri 48 yoshli ayol, ikkinchisi esa 70 yoshli sayyoh. Barchasi bir zumda o'zgardi. Qizil dengiz to'pidan qorong'u soya tezga yaqinlashardi va Bora akula birinchi hujumni boshladi. Atigi bir necha daqiqa ichida yana bir ayolga hujum qilindi. Qutqaruvchilar ularni og'ir jarohatlar bilan qirg'oqqa olib chiqdi. Ammo bu shunchaki boshlanishi edi. Keyingi 4 kun ichida Sharm-el-Shexda yana 3 ta akula hujumi sodir bo'ldi. 5-dekabr kuni esa germaniyalik sayyoh halok bo'ldi. Bir haftada jami 5 ta hujum. Bu Qizil dengiz tarixidagi eng g'ayrioddiy voqealardan biri bo'lib qoldi. Biz 5 yil tajribaga ega Best Voyage Tour sizga xavfsiz, qulay va unutilmas dam olishni taqdim etamiz. Sharm-el-Shex bugun butunlay boshqacha. Akula to'siqlari, patrullar, kuzatuv dronlari barchasi sizning xavfsizligingizni ta'minlaydi. Qayerga bormang, ishonchli sayohat doim birinchi o'rinda turadi. Biz esa sizga buni har doim ta'minlab beramiz.